Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa Botmon bozoridamiz. Bu yerning adresi Botmon bozori deb aytiladi. Bugun martning 29-i. Ish jarayoni ketib turibdi. Xudo xolasa kim uchun fasatimiz kerak bo'lsa, telefonlashsangiz bo'laveradi. Telefon nomerlarimiz 95lik 745 13 12. Yozib ham pastga qoldiramiz. 24 uraverasizlar. Fasad qismini usta haqqalarini, hozir senalarni ustalardan so'rab, anaqani aytamiz. Telefon uraverasizlar. Pullarning ustida kelishamiz. Figurasini qarab, har bir mehnati, har bir vajin qo'l haqqi shunga kelib chiqadi. Misol har bir bo'rtlangan vajlar shunga qarab pulam kelib chiqadi. Misol bir vajin metra yuradi, har bir vajin metra. Ayni sploshni yerlari misol kvadrata bo'ladi. Usta haqqi bilan materialni pulni hozir aytib o'tamiz. Usta, qani baholarni aytib bering edi, materialni, usta haqqalarini. Bu materiallar haqqi $12 ga $2 xizmat haqqimiz. Toshning narxi $15 dan $23 gacha chiqadi. 27 30 gacha boradi. Keyin $2 ana bu paskasiga, $12 bu kvadratiga. Bu kvadratga yuradi, bu metraja yuradi. Metraga paska ikkitaga yuradi. Ikki tarafi hisoblanadi. Ikki taraf olinadi. $2. $2 Bu yon taraf bilan tushuntirib bergan ayna taraflarda? Ayna taraflarga bu paskalar bir tomonlik. $2 dan. $2 dan biron taraf. Paskasi. Paganometri $12 dan ketadi. Har biri, har biri addin. Emas. 3 ta paganometr. Ava. 3 ta paganometr ketadi. Shunday hisoblanadi. Shu hisoblanadi paganometrga. Bo'ladi. Shunday bu dashni farqi bormi, yo'qmi? Misol qora nechta turlari bor? Turlari bor, har xil turi bor. Har xil turi bor. Qorasi bor, qizili bor. Oqi bor. Bakan bang. Keyin sokoli, nechik bo'ladi sokollar pastda? Sokoli 50 balandligi bo'ladi, 50. Hava? Qoradan bo'ladi, qora granitdan. Qoradan, u nog'i yuradi, metrami, kvadratami? Paganometrga yuradi. Paganometrda yuradi, bang. Va hammasi bor sizlarda. Hamma zakaz etib oldirsa bo'ladi. Hamma bo'ldi. Ana kimga kerak bo'lsa, xavlasansa taxlaz etib beriladi. Kim uchun sifatli, original narsalar kerak bo'lsa, yana bir tarafi bu bizlarning o'zimizda Xorazmda sho'ri chiqmaydi. Misol yuvsangiz ham sen chiqaveradi. Unda oqib ketadi suv. Bunda orqa tarafi misol pustloy-ku. Pustloy bo'lgan hisobdan misol ertangi kun sho'ri po'ri chiqmaydi bu yerda. Misol bu umrbaki desangiz ham bo'ladi. Misol 30-40 yildan keyin misol bu bilan sho'rachi tushib boshlaydi-da. Bunda tushmaydi, umrbaki ketadi. Shuna e'tibor etinglar, ana shunga qarab. İşlerini görüp baxa beraber.